Assalomu alaykum advokat Qo'chqorov. Vasiyatnoma o'zi nima? U qanday shaklda rasmiylashtirilsa qonuniy hisoblanadi? Shu haqida ham tushuntirish bersangiz. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Demak, qonunchiligimiz talabiga ko'ra fuqaroning o'ziga tegishli mol-mulkni yoki bu mol-mulkka nisbatan huquqni vafot etgan taqdirda tasarruf etish xususidagi xohish irodasi, demak, vasiyat deb e'tirof qilinadi. Vasiyatnoma shaxsan tuzilishi lozim bo'lib, vasiyatnomani vakil orqali tuzilishiga demak yo'l qo'yilmaydi. Vasiyatnoma yozilgan joyi va vaqti ko'rsatilgan holda yozma shaklda tuzilishi lozim. Quyidagi vasiyatnomalar yozma shaklda tuzilgan hisoblanadi. Ya'ni notarial tasdiqlangan vasiyatnomalar, notarial tasdiqlangan vasiyatnomaga tenglashtirilgan vasiyatnomalar, yozma shaklda vasiyatnoma vasiyat qiluvchining o'z qo'li bilan imzolashi lozim. Shunday holatdagina demak tuzilgan vasiyatnomalar qonuniy hisoblanadi. Aynan shu vasiyatnomalar bo'yicha yoki meros masalalari bo'yicha sizni qiziqtirgan yoki qiynayotgan muammolar bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin.